O'g'li kelin. Gado amaki, uyimizda pulimiz yo'q, o'sha kompot ichib ola qoling. Bay. Bu muzdirgina qaranglar. Xotin 40 tonni shuncha pul. Bu Uy, gadoyda o'g'irlab qo'ydim, o'zi bilmagan holda. Kelib gadoydan ham o'g'irlaysanmi? Nima qilay, xumor tutadi, xumor qo'lim qichib turadi. Qaytarib beraman. Kompot kosasini ham oling. Uka, pul tushib qopti. Telegramdan fayl tashladim. Oching. Tez oching. Hozir. Fayl. Chatamga hamma pul yechib oldimi? Kim yechib oldi bu yoqqa? Manda. Sen bunaqa o'g'irlik qilmasiding-ku. Shu ba'zida virtual o'g'irlik ham qilib turaman-da. Ha, ustoga ishlab naq o'tiribsiz. Men buni qo'raman desam, ertalab mikserdan olib kelgandim. Yo'q, hozir qayerga ketdi ekan? Hozir. Xotin, Labbek, shumi? nimaga sanikini olding buni? Xamir qorib, keyin qaytarib bermoqchi edim o'zi. Kalla, tida qal. Mana ustaka. Qayerda ekan bu? Ey, siz bo'lmasa menga qarang. Bu uyda o'zini qonun qoidalari bor. Eshikdan kirayotganingizda telefon bilan pulni umuman olib kirmay bu yoqqa tashlab keling tashqari. Telefon ham mumkin emasmi? Ayniqsa telefon. Charlie tushun qani? Kelin! Labbek adajon. Charlie tushun ko'rmadingizmi? Soq qo'ydim. Yo'q, ko'rmadim, yo'qotib qo'ydingizmi adajon, tillanmidi? Yo'q, oddiy konserv, temir edi, kelin. Konservamidi? Mana adajon. Oshxonada unutib qoldiribsiz-da. Oshxonaga kirmagandim-ku. Bo'pti, yana ustiga qarab ishni bitirib kuzatib oling. To'xtang adasi. Mana odamlarning yaxshi xarakterlari bor edi. Uyimizdagi barcha ustalarga oxiri sovg'a berardilar. Shu sovg'ani ustaga bering. Vijdonim rosa qiylandi. Buni zo'r o'ylabsan, mana deysiz. O'zingiz shoshmang. Ey, yaxshi ishlagansizga sizga sovg'amiz borami? iPhone-mi? O'zimni telefonimni ertalab yo'qotib qo'yuvdim. Uyga turmidingiz telefonni? Ha, olib keluvdim. Demak, siz qoidani buzibsiz-da. La plaque, Marie-Son, ça décoiffe. La côté de la plaque.